Mana bu yerda turganlar ko'p aytsakimiz Qur'oni Karimni o'qishni bilmaymiz. Qur'oni Karimni o'qishni bilmaymiz. Yaqinda qisqa vaqtlaringizni olaman, bir kishi yoshlari 50 ta bo'lgan, yo undan yoshroq bo'lgan dunyodan vafot etdi. Mana shu qo'shni mamlakatlarimizda vafot etganda qabrga olib borib dafn qilyapti. Qabrga olib borib qo'yayotganda, shu qabrga qo'ygandan meva og'ziga kiryapti. Bu qabrga qo'yayotgan olimlar ishlayotganlar hayron bo'ldi. Nima amali bo'ldi? Hammasi qisilib borib hayron bo'ldi. Hayron bo'ldi. Nima amal qiladi? Jannatdan meva yetkazib, Xudodan mevalarni qo'ydi degan savol berdi. Meni erimning hech qanday bir amali yo'q edi. Qur'on bilmar edi. Ishoq namozini o'qiyardi, jamoatga borib kelardi, yerda bomdod yo xuddan so'ng mana shu Qur'oni Karimni ochardi-da, tahorat bilan. Shunday bir qo'lni ishlab ko'ryapsizmi? Bismillahirrohmanirrohim shu qo'lni sanardi, ko'zini yoshini Qur'on ustida to'kadi. Allohim sening kalomingni o'qidim, men bilmadim. Bilsam har kun o'qiyardim deb muhabbatni qarardi. Alloh taolo kuni shunday muhabbat qilgani uchun Xudo taolo uni mukofotlantirib. Mana men Qur'onni qori bo'layotgan bo'lsam, o'qib ketsam, sizlar tahorat bilan olib mana shuni ixlos bilan shitib sanab chiqsalaringiz, subhanalloh, alhamdulillah, sizlar bizdan ko'ra 2 marta savobni ko'p beradi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadis muboraklari bor. Shuning uchun Qur'onni bilmayman deb birontangiz nima qilmang. Bunga ixlos kerak. Bu Qur'onga ixlos qilib sizlar sanasalaringiz 2 marta o'qigandan ko'ra Alloh taolo savob beradi. Shuning uchun har bittalaringiz uyga borib yaxshi joyga qo'ying. Tahorat bilan ushlashish kerak. Uzri bor pallak ayollar Qur'onni ushlab bo'lmaydi. Boshqa vallash uni tahorat qilib, mana shu bir boshdan boshlang. Xatni bismillahirrohmanirrohim. Bir safar yetkazib qo'ying, belga qo'ying. Oxirigacha yetkazsangiz Qur'onni to'liq xatm qilgan bo'ladi. Men shunday o'qib tursam bitta xatm, lekin sizlarga Alloh taolo 2 xatm beradi. Tushundinglarmi? Inshaalloh mana shu Qur'onni faqat hayotimizda. Endi bu gapni eshitib oldik-ku. Buni o'zlaringiz hayotlaringizda tatbiq qilasizlar. Lekin har birtalaringiz yuzlarcha, 50 ta hamsoya, urug', og'ay, singli opalarga shu gapni tushuntirib, mana shunday nimalarni o'rgating. Ta ular sizlarda savob ko'p bo'lsin. Bitta savobingiz 1000 ta bo'lsin. Aytmang.